Emre bazı aşı o'zidan ketdik ha. Jizzax Bidavazada o'ylayotgan degan bular. Tushunmadim. Akalar mesela xatarlaysiz, tushunmayman sizlarga. Nima debsan? Moshin beraman deganlar obunachilarga qani moshin? 250 mingta bo'laylik, beramizmi, bermaymiz? 250 mingta qancha bo'ldi 250 mingtaga? O'zi 185 mingtamiz. Qancha berasizlar moshin? O'shada obuna bo'lish kerak Emre bozorga. Hop, ungacha nima qilasizlar? Ungacha. Ungacha ham biz konkurs e'lon qilganmiz. Hop. Uni shartlari juda oddiy. Hop. Uni shartlari juda oddiy. Bizning Telegram va YouTube kanalimizga obuna bo'lib, Hop. kommentariyada 10 ta do'stini belgilab, maksimalni tarqatsa bo'ldi. Aha, nima berasiz? Hop, shunasi. Xohlasa tonirovka razishini olib beraman. Hop, razishini hammasi. Ruxsatnoma tonirovka beraman. Xohlasa 4 ta yangi bola olib beraman. Yangisidan. Yangisidan qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar. Xohlasa $300 pul mukofoti. $300 berasiz, to'g'rimi? Qanaqa mashina farqi yo'q, tanqo bo'lsa ham qo'yib berasiz, to'g'rimi? Farqi yo'q umuman. Faqat obuna bo'lsa bo'ldi. Obuna bo'lsa bo'ldi. Jigarlar 15-iyungacha obuna bo'lsanglar, tonirovka razishini balon $300 bo'ldi, to'g'rimi? Agar 250 mingta bo'lsak, mashina qo'yasiz. Videoda ham aytganmiz, agar 250 mingta bo'lsak, bitta mashina qo'yaman. Davay aka, men sizlarga ishondim, 5 ta olinglar. Jizzaxda bitta gapiraylik. Jizzax Sharmanda qilsanglar qadrlaylik, maylimi? Davay.